Bugun mana bizning ko'p tarmoqli markaziy poliklinikamizda G'alaba mahallasida o'tkazilayotgan ijtimoiy profilaktika haftaligi doirasida aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamida bepul tibbiy ko'rik tashkil etilgan. Bu bepul tibbiy ko'riklarimizdan malakali vrachlarimiz tomonidan olib borilmoqda. Urolog, terapevt, endokrinolog, nevropatolog, kardiolog, UZI, rentgen hamma vrachlarimiz tomonidan bepul tibbiy ko'riklar tashkil etilyapti. Ko'p tarmoqli poliklinikamizga keldim. Patronamiz telefon qildi. Tibbiy ko'rik bo'lyapti deb, shu tibbiy ko'rikka keldim. O'zim ko'rsatib, sog'lig'im haqida qayg'urib keldim. Ko'pincha ko'ryapmiz, hammaga yordam berishga harakat qilamiz. Vrachlarimizga avvalambor birinchi navbatda vrachlarimizga rahmat, bizni sog'lig'imiz uchun qayg'urganlar uchun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Mana bugun Mirzacho'l tumani G'alaba mahallasini ko'p tarmoqli poliklinikamizga tibbiy ko'rikka chaqirgan patronaj hamshiramiz tekin xizmat ko'rsatish uchun chaqirgan ekan. Mana tibbiy ko'riklardan o'tayapmiz. Laboratoriya, UZI, kardiologiya, EKG, rentgen hammasi bepul xizmat ko'rsatyapti. Yaratilayotgan sharoitlardan, bizga ko'rsatayotgan xizmatlardan yurtboshimizga, prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.